Elektrolizda. Shunchaki moddalarning chiqishini emas, o'rganmaymiz ekan, bunda ajralib chiqadigan moddalar miqdorini hisob-kitob qilinadi. Qanday hisob-kitob qilinadi? Faraday qonunlari asosida hisob-kitob qilinadi ekan. Elektroliz bo'yicha Faradayda ikki qonun bor ekan. Birinchi qonundagi Faraday elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalar miqdori, qattiq modda bo'lsa massa, gaz modda bo'lsa hajm, o'tayotgan tok miqdoriga to'g'ri proporsional ekan. Ya'ni nechalik ko'p tok o'tkazilsa, shunchalik ko'p miqdorda modda ajralib chiqadi desa. Bu yerda kulonda I va K'ni ko'paytmasiga uni birligi nima ekan? Kulon bo'lsa, tok kichik I amperda T vaqt, soat, minut yoki sekundda bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchi qonunda aytadi. Elektrodlarda ajralib chiqayotgan moddalarning miqdori o'sha moddalarning elektrokimyoviy ekvivalentiga to'g'ri proporsional deydi. Bu yerda elektrokimyoviy ekvivalent kimyoviy ekvivalent bo'lingan Faradayga teng. Bu Faraday soni. Ana endi ikki qonunni umumlashtirib elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalarning massasini hisoblaydigan formulaga keltirib chiqaradigan bo'lsa, massa teng shunga ko'rilgan I bo'lingan F, ya'ni Faraday. Bu yerda massa nima ekanligini hammamiz bilamiz. Ekvivalent nomini bilamiz. Tok kuchini bildik, amperda ekan, so'raladi yoki beriladi. Va bildik. Faraday doimiysi. Faraday soni bu vaqtga qarab har xil. Agar vaqt soatda bo'lsa, Faraday soni 26.8 amper soat bo'ladi. Agar vaqt minutda bo'lsa, 1608 amper minut bo'ladi. Agar vaqt sekundda bo'lsa, 96.500 amper sekund. Ya'ni vaqtning qaysi kattalikda birlashishini qarab, mana bu sonlarni Faraday sonini buna qo'yib ishlab ketaveramiz deydi. Tushundingmi? Endi bir farad tok o'tganda necha gram modda chiqadi degan savollar tushadi. Bir farad tok o'tganda har qanday moddani ekvivalentiga mos ravishda massa ajraladi. Bir farad tok o'tganda misdan ekvivalenti necha? 232 gram. Ruhdan 32,5 gram. Kisloroddan 8 gram. Vodoroddan 1 gram. Yoki hajmda kisloroddan 5,6 litr. Vodoroddan 11,2 litr. Karbonat angidriddan 5,6 litr. Ya'ni bu hajm ekvivalenti, bu massa ekvivalenti. Bir farad tok o'tganda ekvivalentiga mos miqdorda moddalar ajralib chiqadi ekan. Shunday gapiraychi. Bu Faraday qonunlari va moddalarni elektrodlarda ajralib chiqadigan moddalar massalarini hisoblash. Agar gaz bo'ladigan bo'lsa, hajm hisoblanadi. Vaqtda ekvivalent hajmi o'zgaradi. Qolgan tok kuchi, vaqt va Faraday soni o'zgarmaydi. Gazlar hajmi bu formulalardan, boshqa moddalarning massasi mana bu formulalardan hisob-kitob qilinadi ekan. Tushundikmi?
yozib olaman.